Navbatdagi savolimiz Nodirbek Ismoilov Milliy sertifikat kitobi tahlillari ikkinchi variant 36 savol. Ma'lum bir DNK fragmentida jami 400 ta nukleotid mavjud. Ushbu DNKning birinchi zanjirdagi purin soni ikkinchi zanjirdagi guanin sonidan 5,4 marta katta. Birinchi zanjirdagi adenin soni ikkinchi zanjirdagi adenin sonidan 1,5 marta ko'p. Ikkinchi zanjirdagi guanin soni ushbu zanjirdagi timin sonidan 2,5 marta katta bo'lsa, DNK molekulasidagi jami vodorod bog'lar sonini aniqlang debdi. Tushunarli. Bizga demak DNKni chizamiz birinchi. Adenin, guanin, timin, sizin. Timin, sizin, adenin, guanin. Jami 400 deydi. Demak, 200 tadan to'g'rimi? Har bitta zanjirda. Ma'lum bir DNK fragmentida jami 400 ta nukleotid bor. Ushbu DNKning birinchi zanjirdagi purin soni adenin bilan guanin nazarda tutyapti. Purin soni ikkinchi zanjirdagi guanin sonidan 5,4 marta katta. Guanin sonidan 5,4 marta katta ekan. Demak, bu bizga x deb olsak, buni biz 5,4x deb olishga haqqimiz bor. Demak, birinchi zanjirdagi adenin soni ikkinchi zanjirdagi adenin sonidan 1,5 marta ko'p. Hop, ikkinchi zanjirdagi guanin soni ushbu zanjirdagi timin sonidan 2,5 marta katta. Tushunarli. Demak, bu katta deb. Ikkinchi zanjirdagi guanin soni ushbu zanjirdagi timin sonidan 2,5 marta katta. Hop. 2,5 marta katta. Demak, bu 2x, 2,4, to'g'rimi? Shunda 2,4. Hop. Demak, bizga adenin kelib chiqdi. 2,4 x, bu esa 3x. Ana endi birinchi zanjirdagi adenin soni ikkinchi zanjirdagi adenin sonidan 1,5 marta ko'p. Demak, bu 1,5 marta ko'p mana bundan. Demak, 2,4x ni bo'lamiz 1,5 ga teng. Hop. 2,4 ni bo'lamiz 1,5 ga. Barobar 1,6. 1,6x. Demak, mana bu bizga 1,6x ni beryapti. Bo'ldi. Ana endi qiladigan ishimiz. Demak, bu ham 1,6x, bu x. Qo'shamiz hammasini. 5,4x qo'shamiz 1,6x qo'shamiz x ga. Teng shuni 200 deymiz. Atak shuni 2 marta ko'paytirib, keyin mana bu yerda 400 yozsak ham bo'ladi. Endi bunday ishlashi yaxshiroq. Osonroq. Hop. 7 8. 8x teng 200. X teng 25 bo'ladimi? 25 bo'ladi. Demak, bizga guanin soni 25 kelib chiqdi. Guanin soni 25 ta. Nima degan? Ikkinchi zanjirdagi guanin soni ushbu zanjirdagi timin sonidan 2,5 marta katta bo'lsa, DNK molekulasidagi jami vodorod bog'lar soni. Tushunarli. DNK molekulasidagi jami vodorod bog'lar soni so'rayapti. Xo'p.
Mana bu yerda 25 ni 2,4 ga ko'paytiring birinchi. Hop, birinchi qiladigan ishimiz 25 ni 2,4 ga ko'paytirsak bizga 60 kelib chiqdi. Demak, 60 endi timin son topish, mana bu timin son topish kerak. 25 ni 1,6 ga ko'paytiramiz. 25 ko'paytiruv 1,6 40. 40 kelib chiqdi. Demak, 60 ga 40 qo'shamiz 100. 100 ni ko'paytiramiz 2 ga, demak 200. Hop. Endi 100 ta bizga adenin bilan timin kelib chiqdi. Orasiga vodorod bog'lar ikkitadan, demak 2 ga ko'paytirdik. Shuning uchun 200 ta. Bizga bitta zanjirimizda 200 ta bor edi. Demak, bizga 100 tasi adenin bilan timin ekan. Demak, qolgani, ya'ni qolgan 100 tasi guanin bilan sitozinga tegishli. Demak, 100 ni ko'paytiramiz 3 ga, demak. Demak, 300. Jami 500. Jami demak 500 son kelib chiqdi. To'g'ri javob 500.